4. Rum podshohi Qaysarga maktub yo'llash. İmam Buxoriy uzun bir hadisni rivoyat qilish jarayonida Payg'ambar alayhissalomning Rum podshohi Qaysarga yo'llagan maktubining to'liq tekstini rivoyat qildi. Tövəndəki onun aynan köçürülməsidir. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allahның ismi bilan başlayman. Allahның bəndisi və elçisi Muhammaddan Rumның kattisi Herakliga. Toğru yolga əgəşkənlərə salam. Müslüman bolğun, aman bolsan. Müslüman bolğun, Allah sana ikki hassa, biri İsa alayhissalamga iman keltirginin, yana biri Muhammad alayhissalamga iman keltirgininin savabını berdi. Əgər İslamdan yüz öyrəsən, barlıq xalqının günahı sana yüklenir. Ey ahli kitob, faqat Allohga ibodat qilish, uningga hech qanday narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni iloh qilib tikilib olmaslikdek, hammamizga o'rtaq bir aqidaga hurmat qilaylik degan. Agar buni qabul qilmasanglar, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar danglar. Sura Ali Imron 64-oyat. Payg'ambar alayhissalom bu maktubni yetkazib berishga Dihya ibn Xulayfatul Kalbni tanladi va uning avvalgi maktubini Busra valisiga topshirib berishga, Busraning valisini Qaysarga yetkazib berishga havola qilib qo'yishga buyurdi. İmam Buxoriy Ibn Abbosning rivoyat qilgan bir hadisda Abu Sufyonning uningga aytib berishicha, ilqi 10 yillik urush to'xtatish kelishimi imzolagan mezgillarda Abu Sufyon Shamda tijoratda bo'layotganda Rum podshohi Herakli uni Quraysh savdogarlari bilan chaqirtib qabul qilgan. Ular Eliyadagi chaqda, ya'ni Yerusalim Baytul Muqaddasdagi chaqda podshoh u yerga kelib, Hijozdan kelgan arab savdogarlari bilan ko'rishgan va ularni o'z majlisiga chaqirtib o'ltirg'izgan. Ondan uning atrofida Rum davlatining yuqori darajalik vazir-vuziralari o'ltirgan. Abu Sufyon mundaq degan: Podshoh so'rin ahliga diqqat buyrug'i bergandan keyin tarjimon orqali qaysinglar nasabi, ya'ni urug' tuqqanchiligi, elqi o'zini payg'ambar degan kishiga yaqinroq deb so'radi. Mening nasabim eng yaqin desam, u meni o'ziga yaqin o'ltirishga, boshqa mamrohlarimni mening keynimda o'ltirishga buyurdi. Ondan u tarjimon orqali men buningdan, ya'ni Abu Sufyondan elqi kishi to'g'riliq bir qancha savol so'rmoqchi. Navoda uning gapiga yolg'onchilik aralashib qolsa, darhol rad qilinglar dedi. Alloh bilan qasamki, agar ular mening yolg'on so'zlaganligimni ko'tarib yurishidan qo'rqmasa edi, albatta ancha-muncha yolg'onlarni qetib qo'yatdi. Ondan u mendan so'radi: Uning aranglardagi nasabi qandoq? Nasabi esil nasab. Uningdan burun, ya'ni Muhammaddan burun aranglarda payg'ambarlik da'vosi qilgan kishi bo'lganmi? Yo'q. Uning ota-bobolari ichida podshohlik huquqi tutganlar bo'lganmi? Yo'q. Uningga yuqori tabiqadagilar ergashdimi yoki tuvan tabiqadagilarmi? Tuvan tabiqadagilar. Uningga ergashganlarning soni ko'payotamdi yoki azayotamdi? Ko'payotadi. Uningga ergashganlar ichida uning dinini yoqtirmay yenib olganlar bormi? Yo'q. U payg'ambarlik da'vosi qilishning oldida uni yolg'onchilik bilan ayblaganmidinglar? Yo'q. Uning ahdiga vafosizlik qilgan yeri bormi? Yo'q. Hozir biz uning bilan kelishim tuzishdik. Mushuning xiyonat qilamdi yo'q, bilmayman. Abu Sufyon menga mush so'zni qo'shib qo'yishdan boshqa biror kalima so'zga imkon bo'lmadi degan. Uning bilan urush qildinglarmi? Urush qildik. Qaysinglar yangdinglar? O'xshash bo'lmadi. Ba'zida u yangdi, ba'zida biz yandik. U sizlarni nimaga buyuryapti? U bizni bir Allohga ibodat qilishga, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka, ota-bobolarimizning da'vo dasturlarini cho'rib tashlashga, namoz o'qishga, sadaqa berishga, rostchil, iffatlik bo'lishga va urug' tuqqanlarga sila rahim qilishga buyuryapti. Qaysar yuqorqi savollardan keyin tarjimon orqali Abu Sufyonga mundaq dedi: Muhammadning nasabini so'rasam, uni esil nasablik dedim. To'g'ri, payg'ambarlar esil nasablik bo'ladi. Ilgari aranglarda payg'ambarlik da'vosi qilgan kishining yo'qligini aytdim. Agar payg'ambarlik da'vosi qilgan kishi bo'lgan bo'lsa, Muhammad shuni do'rab chiqqan kishi ekan deydim. Uning ajdodlaridan birasi podshoh bo'lganmi desam, yo'q dedim. Shundoq bo'lsa, ajdodining shohlik taxtiga varis qilmoqchi bo'pti deydim. Uni burun yolg'onchilik bilan qarilmagan dedim. U kishilarga yolg'on aytmagan ekan, Allohga albatta yolg'onni to'qimaydi. Uningga tuvan tabiqadagilar ergishibdi. Intayin to'g'ri. Payg'ambarlarga tuvan tabiqadagilar ergishidi. Uning ergashuvchilari ko'payotdi deysan. Iymon ahli ana shundoq ko'payib boradi. Uning ergashuvchilari ichidan yenib olganlar yo'q dedim. Shundoq, iymonning alovati kishilar qalbini o'rin olsa, ularning maydoni mustahkamlanadi. Uni va'dasiga xiyonat qilmadi deysan. Payg'ambarlar azaldillah xiyonatdan xoli kishilardir. U nimalarga buyuriydi desam, Allohga ibodat qilishga,
uningga sherik keltirmaslikka, butqa cho'qinmaslikqa, namoz o'qishga, sadaqa berishga va iffatlik bo'lishga buyuriydi deysan. Agar deganlaring rost bo'lsa, u men turayotgan mushu zamonlarni pat arda egallaydi. Men uning cho'qim chiqadiganligini bilatdim, ammo sizlardan chiqadi deb o'ylamaydim. Agar uning bilan uchrashishga imkon bo'lsa, cho'qim uchrashishga tirishaman. Navoda hozir uning huzurida bo'ladigan bo'lsam, uning putqoliga suv tutib, hurmat bildiratdim, dedi. Ondan Rasululloh avatgan maktubni chaqirtib o'qishga boshladi. Maktub o'qilib bo'luvdi, podshoh Qaysarning so'rinida varang-churung g'avg'olar ko'tarilib ketdi. Shuning bilan biz chiqib ketishga amr qilindik. Abu Sufyan mundoq deydi: Shuning bilan men chiqib ketib etib, o'z odamlarimizga Muhammadning ishi Rum podshohini cho'chitayotgandek bo'lib qopta, dedim. Va shuningdan e'tiboran Rasulullohning ishi cho'qim g'alaba qiladi ekan degan o'yda bo'ldim. Oxiri Alloh meni islomga musharraf qildi. Mana bu Abu Sufyanning Rasulullohning maktubining Rum podshohi Qaysarni qoldirgan ta'siratini o'z ko'zi bilan ko'rganlardir. Bu maktub Qaysarda shundoq yaxshi ta'sirotlarni qoldirganlikdan Rasulullohning maktubini elib borgan elchi Dihiya ibn Xulayfini nurg'un mol-mata va kiyim-kechak qatorliq sovg'a salomlar bilan tortiqladi. Afsus, Dihiya qaytishida Asma degan yerga kelganda Jo'zam qabilasidan bir bo'lik kishilar uning oldini to'sib, uning yenidagi hamma narsalarni bo'lib oldi. Shuning bilan Dihiyatul kelib uyga kirmay, udur Rasulullohning qishig'iga kelib ahvolni ma'lum qilib edi. Rasululloh darhol Zayd ibn Harisni Asma, ya'ni Vodil Qur'onning chet tarafidagi joyga 500 kishi bilan jazo yurish qilishga avatdi. Zayd ibn Haris Asmadagi bu qaroqchilarga tuyuqsiz hujum qilib, nurg'un odamni o'ldirdi va 1000 tuga 500 qo'y g'animat oldi. Ayollar va bolalardan 100 asir elib Madinaga yo'lab elib keldi. Aslida Rasululloh bilan Jo'zam qabilasi o'rtasida ahd kelishim bor edi. Shunga bularning podshohi Zayd ibn Rifa'a Jo'zami darhol Rasulullohning qishig'iga kelib davolashdi. Zayd ibn Rifa'a va uning qavmidan bir turkum kishilar xili burunlar musulmon bo'lgan bo'lib, qaroqchilar Dihiyaning yo'lini to'sqanda Zayd va uning odamlari Dihiya tarafda turib, uningga yordam bergan. Shunga Rasululloh uning bu davosini qabul qilib, g'animat ilingan mol-mulk va asirlarni qaytarib berishga buyurdi. Tarixchilarning ko'p qismi bu qo'shin Hudaybiya shartnomasini imzolashdan burun elib berilgan deb fikr qilishdi. Bundoq deyish qop-qora xatolik. Chunki Qaysarga maktub yo'llash ishi Hudaybiya shartnomasidan keyin yo'llangan. Shu jihatdan Ibn Qayyim rahimahulloh bu qo'shin, ya'ni Zayd ibn Haris qo'shinining Jo'zam qabilasiga avatilishining Hudaybiya sulhisidan keyin elib berilganligida shak yo'q, dedi. 5. Munzir ibn Saviga maktub yo'llash. Payg'ambar alayhisalom Bahraynning bosh valisi Munzir ibn Saviga maktub yo'llab, maktubda uni islomga da'vat qildi. Va bu maktubni Ala ibn Hazramiydan avatdi. Munzir maktubni topshirib olgandan keyin Rasulullohga javobnoma yozib: "Ey Rasululloh, maktubingni topshirib elib, Bahrayn xalqiga o'qib berdim. Ularning bir qismi bu chaqiriqqa ovoz qo'shib musulmon bo'ldi. Yana bir qismining ideyasi hal bo'lmadi. Mening tavallikimda majusiylar va yahudiylar bor. Bular to'g'risida nima qilishimni buyuraysan?" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bundoq deb javob yozdi: "Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning payg'ambari Muhammaddan Munzir ibn Saviga salom. Men Alloh hamdisini aytamanki, uningdan boshqa iloh yo'q va guvohlik beramanki, Muhammad Allohning bandasi va elchisidir. Salom sihatdan keyin ma'lum bo'lgayki, men sana Allohni aslitaman. Kimiki samimiy sodiq bo'ladigan, o'ziga foydali. Kimiki mening elchilarimga itoat qilsa va ularning buyrug'iga bo'ysunsa, menga itoat qilgan bo'ladi. Har kim ularga samimiy, sadoqatli bo'lsa, menga sodiq bo'lgan bo'ladi. Mening elchilarim sening yaxshi tarafingni qilib kepti. Men seni xalqing uchun shafi, ya'ni vakil qildim. Musulmon bo'lganlarga chiqilma. Men osiy gunohkorlarning gunohini kechirdim. Senmi kechirgin. Sen bizga sodiq bo'lsanglar, seni amalingdan elib tashlamaymiz. O'z dinida qolgan Yahudi va Majusiylardan jizya, ya'ni qo'g'dash kapolat haqqi elinsa bo'ladi. Vassalom. 6. Yamanning bosh valisi Havza ibn Aliga maktub yo'llash. Payg'ambar alayhisalom Yamanning bosh valisi Havza ibn Aliga mundoq maktub yo'lladi: "Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning payg'ambari Muhammaddan Havza ibn Aliga va to'g'ri yo'lga ergashganlarga salom. Salomdan keyin bilishing kerakki, mening dinim yer yuzining hammasiga tarqaladi. Musulmon bo'lsang omon bo'lasan va seni yanada valiylik o'rnida qoldiraman.
Payg'ambar alayhissalom bu maktubni yetkazish uchun Salid ibn Amirni tanladi. Salid Rasulullohning muhri besilgan bu maktubini opirib, havziga topshirib berdi. Havzi uni qizg'in qarshi olib, o'z loyiqida izzat ikrom qildi va Rasulullohning maktubini o'qitib angladi. Ondan Rasulullohning maktubiga javob qaytarib, "Sening da'vat qilganlaring nihoyat ahamiyatlik, yaxshi ishlar ekan. Butun arab mendan tap tortidi. Shunga meni ishingga sherik qilsang, sana agishiman", deb yozdi. Hamda nurg'un sovg'a salom va hajarda ishlangan raxt bilan tortiqladi. Salid hiliqi narsa keraklarni elib, Rasulullohning qishig'i kelib, ahvolni yetkazib edi. Rasululloh uning xatini o'qib ko'rib, "U mendan bir parcha yer so'rasimi bermayman. Uning o'zimi va hokimiyatimi vayron bo'ladi", dedi. Shuningdan xeyli keyin Rasululloh Makka fatisidan qaytib kelgan chig'i edi. Jibril alayhissalom uningga Havzaning o'lganlik xabarini yetkazdi. Shu chaqda payg'ambar alayhissalom yaqinda Yamamida payg'ambarlik da'vosi qiladigan bir kazzob maydonga keladi. Ondan u "Men olamdan o'tgandan keyin yo'qotiladi", dedi. Biraylan "Ey Rasululloh, uni kim o'ltirdi?" deb so'ragan edi. Rasululloh "Sen va sening hamrohlaring", deb javob berdi. Keyin rost shundoq bo'ldi. 7. Dimashqning valisi Haris ibn Abi Shimmirga maktub yo'llash. Payg'ambar alayhissalom Dimashq valisi Harisga tuvandagi mazmunda maktub yo'lladi. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning payg'ambari Muhammaddan Haris ibn Abi Shimmirga, to'g'ri yo'lga ergashganlarga, Allohga iymon etganlarga va Allohni e'tirof qilganlarga salom. Salomdan keyin ma'lum bo'lgayki, men seni sheriki yo'q yakkigona bir Allohga iymon keltirishga chaqiraman. Shunda qilsang, o'rning saqlanib qoladi. Payg'ambar alayhissalom bu maktubni yetkazib berishga Asad ibn Xuzayma qabilasidan Shuja ibn Vahabni tanladi. Shuja maktubni elib berib, Harisga topshirib berdi. U "Mening valiyligimni kim tortib olaydi ekan? Uning bilan men cho'qim askar tortib berib urushiman", dedi va musulmon bo'lmay qelaverdi. 8. Umman podshohiga maktub yo'llash. Payg'ambar alayhissalom Ummanning podshohi Jayfar va uning qarindoshi Abdiga maktub yo'lladi. Maktubning teksti mundoq edi: "Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Muhammad ibn Abdullohdan Julanandining ikki o'g'li Jayfar va Abdiga, to'g'ri yo'lga ergashganlarga salom. Salomdan keyin ma'lum bo'lgayki, men sizlarni musulmon bo'lishga chaqiraman. Musulmon bo'lsanglar omon bo'lsizlar. Men hayot insonlarni ogohlantirishga, kofirlarga Allohning azobining barhaq ekanligini uqtirishga avatilgan haq payg'ambardirman. Musulmon bo'lsanglar, o'z mansibinglarda qolasizlar. Agar bosh tortsanglar, huquqinglardan ayrilib qolsizlar. Yurt makoninglar otliq qo'shinning to'yoq ostida qoladi. Mening payg'ambarligim tavoyinglarda cho'qim g'alaba qiladi. Vassalom." Payg'ambar alayhissalom bu maktubni yetkazish vazifasini Amr ibn Asga topshirdi. Amr ibn As mundoq deydi: "Men maktubni elib chiqib, oxiri Ummonga yetib bordim. Men u yerga yetib berib, avval Abdi bilan ko'rishdim. Abdi Jayfarga nisbatan mijoz xulqi tamkin odam edi. Men Rasulullohning sen va sening qarindishing Jayfarga maxsus avatgan elchisidirman", dedim. U menga "Qarindishim Jayfar yoshda va huquqda mendan cho'ng turadi. Shunga men seni uning bilan uchrashtiray. Maktubingni u o'zi o'qib ko'rsin", dedi. Ondan u "Sen nimaga da'vat qilasan?" deb so'radi. Men uningga Allohni bir, yakkigona, sheriki yo'q deb bilishga, Allohdan boshqa ma'budlarni cho'rib tashlashga, Muhammad alayhissalomni Allohning bandasi va elchisi deb guvohlik berishga da'vat qilaman, dedim. U menga "Ey Amri, sen xalqing ichida xeyli nupozliq odam. Aytqina, sening otang qandoq qildi? Uni biz o'zimizga ulgu qilaylik", dedi. Men "U Muhammad alayhissalomga iymon keltirmay o'lib ketdi. Men hozir uni iymon etib musulmon bo'lgan bo'lsa-kan deyman. Menmu yaqinga qadar otamga o'xshash tonishdi edim. Yaqinda Alloh meni hidoyat qilib musulmon bo'ldim", dedi. Abdi mendan "Uningga sen qachondan beri ergashding?" deb so'radi. Men "Uzoq bo'lmadi", deb javob berdim. U yana mendan qayerda musulmon bo'lganligimni so'ragan edi. Men Najoshining huzurida musulmon bo'lganligimni va Najoshining musulmon bo'lganligini aytsam, u Najoshining xalqi uning hokimiyatini qandoq qildi, dedi. Men uning xalqi uni o'z o'rnida qoldirdi va uningga ergashdi desam, u bosh popkalar va rohiblar hammasi ergashdimi deb so'radi. Men "Ha, ularmi ergashdi", deb javob berdim. Abdi "Ey Amri, obdan o'ylab so'zligin.
odamga yolg'onchilikdan qabiy rasvohchilik yo'q, dedi. Men qat'iy yolg'on aytmadim. Yolg'on aytishni dinimizda qat'iy ravo ko'rmaymiz, dedim. Ondan u podshoh Iroqli Najoshining musulmon bo'lganligini uqmagan bo'lsa kerak, dedi. Men albatta uqqandi, dedim. U buni qandoq bilasan deb so'radi. Men Najoshi aslida Iroqliga g'alla yasoq topshirib turdi ekan. U musulmon bo'lib Rasulullohga ergashgandan keyin azbiroyi xudo. U ya'ni Iroqli mendan bir tiyin so'rasimi bermayman deb qasam qilibdi. Bu gap Iroqlining qo'lqiga yetgan ekan, qarindishi Niyoq uningga necha vaqtdan beri sana el bo'lib g'alla topshirib kelgan bir quling amdilikda biroqli itoatdan chiqib sening diningni tashlab yangi bir dinga moyil bo'lib ketsa, uni o'z mayliga qo'yibetsang to'g'ri bo'lamdi degan ekan. Iroqli kishi o'ziga bir dinni tanlab, uningga qiziqib ketsa, men to'sib nima qila olaydim? Qasam qilamanki, huquq mansabni demasam, menmi uning qilg'inini qilar edim, deb radiya berganmish. Devidi u, "Ey amri, aytganlaring rostmi?" deb so'radi. Men azbiroyi xudo, rost bo'lmaychi, dedim. Abdi, Muhammad nimalarga buyuruydi, nimalardan to'sidi, menga aytib bergin, dedi. Men dedimki, u bizni Allohga itoat qilishga buyuruydi va uningga osiylik qilishdan to'sidi. Yaxshi ishlarni qilishga, sila rahimni ulashga buyuruydi. Zulm selish, boshqalarning haqqiga tajovuz qilish, zina qilish, aroq ichish, tosh tikan, but haykallarga va kirist tilmotlarga cho'qinishdan to'sidi. Abdi buni anglab, uning da'vat qilganlari nima degan yaxshi. Agar qarindishim ma'qul ko'rsa, uning oldiga berib musulmon bo'lib kelgan bo'lardik. Lekin u Muhammadga tava bo'lib, huquqining tuvallab ketishiga ko'z qiymaydi, dedi. Men uningga, agar qarindishing musulmon bo'lsa, Rasululloh uni o'z mansabida qoldirdi-da, u boylardan zakot olib, kambag'allarga tarqatib berib, hukm sursi bo'laverdi. Degan edim, u, "Ey amri, bu yaxshi qoida ekan. Sadaqa zakot degan nima?" deb so'radi. Shuning bilan men uningga Rasululloh bekitgan islom dinining iqtisodiy mol-mulk tuzilmalarini, zakot, o'shira, iqtisodiy majburiyatlarni tushuntirib, to'ga chorvalar haqida to'xtalib edim. Abdi ibn Julandi, "Ey amri, yayloqda beqilayotgan chorvalarimizdan zakot elinamdi?" deb so'radi. Men, "Ha, albatta elinadi", dedim. U, "Azbiroyi xudo, mening xalqimning yurt, mahalla manzillari keng ham tarqoq, chorvalari ko'p. Buningga itoat qilmaga tasga to'xtaydi", dedi. Amri ibn As mundoq dedi. Shundoq qilib, men uning uyida bir qancha kun turdim. U qarindishi Jayfarga mening kundalik ahvolimni, aytgan so'zlarimni yetkazib turdi. U bir kuni meni chaqirtibdi. Shunga men uning o'rdisiga bordim. Uning odamlari meni to'smoqchi bo'lib edi, u menga kirishga ijozat berib, ishorat qildi. Men kirib Jayfarning qishida o'ltirishga tamshilib edim, ular meni o'ltirg'izmadi. Shunga men uning chiroyiga qarsam, u gaping bo'lsa degandek ishorat qildi. Men uningga Rasulullohning muhr besilgan maktubni uzartib edim. Jayfar maktub nomini ichib o'qib, oxirlashtirib qarindishiga berdi. U maktubni elib o'qidi. Ikkisining farqi shu bo'ldiki, uning qarindishi xeyli tamkin ko'rinadi. U mundoq dedi: "Ey amri, Qurayshlar qandoq qildi?" Men uningga javoban, "Ular Muhammad alayhisalomga ergashdi. Yoki o'z ixtiyori bilan diniga kirib ergashdi, yoki qilich bilan itoatga keldi", dedim. Jayfar uning yanida qandoq odamlar bor deb so'radi. Men, hamma odam islomga moyil bo'lib ketdi va ular u dinni boshqa dinlardan ilg'or bilmoqda. Avom xalq hozir Allohning ularga hidoyat ato qilishi va o'zlarining aql farosat ishlatib tafakkur qilishi bilan ular o'zlarining o'tmishining ozg'unlik va gumrohlikda o'tib ketganligini his qilishmoqda. Endi mushu atrofda salla qilib qolding va senmi musulmon bo'lib, uningga bugun tabi bo'lmasang, ata uning otliq qo'shuni sening bog'varon uy makonlaring atrofida paydo bo'ldi. Musulmon bo'lsang omon bo'lsan. Muhammad seni o'z mansabingda qoldirdi. Otliq qo'shun deganlarni ko'rmaysan, dedim. U menga bir kunlik muhlat bergin. Ata atigan uchrashayli, dedi. Shuning bilan men Jayfarning o'rdisidan chiqib, uning qarindishi Abdining yoniga bordim. U menga, "Ey amri, men Jayfarning huquqiga tortishib qolmasala, cho'qim musulmon bo'lishiga ishonaman", dedi. Ertasi atigan uning yoniga kelib edim, ular meni kirgizmadi. Shunga yana qaytib uning qarindishi Abdining yoniga berib, Jayfar bilan uchrashalmaganligimni aytdim. Abdi meni qarindishi Jayfar bilan ko'rishtirdi. U mundoq dedi: "Men sening da'vat qilgan ishlaring to'g'risida ko'p o'ylandim. Bir odamning askariy kuchini ko'rmay turib, qo'limdagi huquqimni uningga o'tkazib bersam, soni ko'rmay kiyim soladigan qobiliyatsiz odam bo'lib qolgandekman. Uning qo'shuni yetib kelgan taqdirdimi, ko'rgulikini ko'rdi", dedi. Shunga men uningga
әті yo'lga chiqadiganligimni aytdim. U mening rostilla qaytmoqchi bo'lganligimni jazm qilgandan keyin qarindishi Abdi bilan birdam ayrim fikrlashib deyishibdi. Biz Muhammad bilan qarshilashib foyda topolmoqdakmiz. Muhammad maktub avatgan ellarning ko'p qismi uningga itoat bo'yinlarini egibdi. Shuning bilan atis atiganda u menga odam avatib, aka-uka ikkilisi islom dinini qabul qilganligini bildirib, payg'ambar alayhisalomni tasdiqladi. Mening zakot va ular orasidagi haq talab da'vo ishlarini shariat bo'yicha hukm chiqarish ishlarimga sharoit rastlab berdi va qarshilik qilganlarga men tarafda turib yordam qildi. Qissaning jarayonidan qaraganda bu maktubning ularga avatilgan vaqti boshqa podsha va valiylarga maktub avatgan vaqtdan ko'p keyin ekanligini, bo'libmi Makka ishg'ol qilingandan keyin avatilganligini ko'rsatdi. Xo'sh, mana mushu maktublarni avatish orqali Rasululloh o'zining da'vat sadosini mushu mazgildagi jahon podshalarining ko'p qismiga yetkazdi. Ularning ichida iymon etib musulmon bo'lganlarimi, bo'yin to'lg'ab kofir holat qolganlarimi bo'ldi. Lekin sado ashu kofir badbaxtlarning butun asyodini chirmib oldi va ularga o'zining nom sharifini, diniy maslak nishonini tuntib qo'ydi. Da'vat yo'li to'silganda kofirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh ushbu yo'lda qini oqqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun